Do'konimizdagi mavjud bo'lgan komodlarimizning assortimentlarini ko'rsatamiz. Ko'pchiligi komod kerak bo'ladi, chunki farzandlarning уже katta bo'lganda osiladigan narsasi kamroq, taxlanadigan ko'proq bo'ladi, shkaf ham ko'proq joy egallaydi. Komodlarimizda assortiment ko'p, narxlari 1 600 ming so'm. Bu komodimizda 4 ta tortmali bo'ladi, plenarniy stol. Mana yerda hammasida shunaqa plenarniy stoli bor. Bu byudjetniy variantimiz 1 300 ming so'm. Bunda ham xuddi shunaqa 4 ta tortmasi bor. Plenarniy stoli bu rangi ivory, bejviy rang bo'ladi. Keng bo'ladi. Farzandingiz misol uchun tug'ilganda ham bemalol massaj qilib, kiyimlarni almashtirsanglar ham bo'ladi. Bu oq rangi o'sha bejviyni 2200 minglik modelimizda 3 ta tortmali bo'ladi. Bu yerda o'zida kichkina shkafi, polkali bo'ladi. Buni ham plenarniy varianti bor, ustiga plenarniy qo'yib beramiz. Oxirgi variantimiz 2440 ming so'm. Bu juda ham chiroyli Safiya modelimizning komodi bo'ladi. 3 ta eshik tortmali, glubinasi chuqur bo'ladi, davutchikli bo'ladi. Bu yerda o'zining shkafi kichkina, polkali bo'ladi. Buni ham plenarniy varianti bor. Yana bitta variantimiz, juda ham mashhur variant deydi-ku, zo'r sotilayotgan deydi. Mana modelimiz, bu yerda plenarniy stoli, отдельно mana bitta farzandlarning o'sha parfyumeriyasini qo'yib, masajlar qilib, narsalarni qo'yib qo'ygan joyi ham bo'ladi. Buni narxi 1 450 ming so'm. Buni zo'r tarafi oyog'ida balonlari ham bor, mana bitta tortmalari ham ikkitali qilingan. Farzandlarning narsasini solib qo'yishgan juda ham qulay. Bu yerda 3 ta katta tortmasi bor. Narxi 1 450 ming so'm. Dastavkalarimiz bor. Bemalol do'kondan kelib, o'zingiz ko'rib ham xarid qilsangiz bo'ladi. Hammanglarni do'konimizda kutib qolamiz.